gecelerde düşer ya hayalin. Ahvolini qarang. Qanaqa kasallik bu? To'xtab tur, hozir bitta gaplashib ko'ring. Kop katta bola, yaqinda uylanasan, nima qolsa? Men o'zim xolamayapman. Miyamga o'rnashib qolgan qanaqadir ibratli video yoki aqlli gap eshitsam, o'ynaveryapman. Qancha qara, erkak kishi erkak bo'lish kerak. Bazı gecelerde düşer ya hayalin. G'ulom aka, meni yaqinda yerga berib yuborishadi. Tezroq harakatingizni qiling. Hozir bu gaplarni gapirmay tur. Nima deganingiz bu? Hozir gapirmasam qachon gapiraman? Sevgimiz uchun kurashing. Bazı gecelerde düşer ya hayalin. Niyatingiz jiddiy ekan. Ko'rinishingizdan esli hushli bolaga o'xshaysiz. Mana bitta qizim bor. Buni xafa qilish kerak emas. Baxtli qiling. Men ham ayolimni xafa qilmaganman. Oila muqaddas. Yetkichilikmi? Voy, men bor uzr. Men sana aqlli etsam, g'irt bachkin ekansan-ku. Senga qizim bermayman, yo'qol. Yo'qol. Ulan nimalar qilib qo'yding? O'chirib tashlayman shu Instagramni. Bazı gecelerde düşer ya hayalin. Pencereme Aka, atlatmayapman. gözlerim neydi uzun.